Assalomu alaykum. Navbatdagi avtomobilimiz Labo avtomobili. Bu 10 ming yurgan xolos. Bunda bo'layotgan muammo texnikada turmayotgan karburatorlarni o'chirib tozalab olamiz. Mana qilib ko'ramiz. O'chib qolayotgan. Sal gaz bosib tutsa ham o'chib qolyapti, chunki tekisdan ishlamayapti. Shuning uchun ketmon o'chirib tozalab bitta obzor qilib ko'ramiz. Karburatorimiz oldi. Ichlardan qorayib ketgan. Buni yuvib tozalab tekisga qadalamiz va yana bitta obzor qilib o'tamiz. Karburatorimizni yuvib tozalab ham oldik. Baho berib o'ta chiroyli sifatli chiqdi. Karburatorimiz tayyor bo'ldi. O'z joyiga o'rnatib oldik. Endi buni bitta zaryad qilib ko'raman. Pixotda turmayotgan karburatorni va pixotda yaxshi, gaz ko'tarishlari ham yaxshi. Zo'g'andak yana ham yaxshi ishlaydi. Karburatorimiz endi 100 km ga 8 litr benzin rasxod qiladi.